Vaqt hamma joyda bir xil oqadi deb o'ylashga o'rganib qolganmiz. Biroq koinot miqyosida bu tushuncha o'z kuchini yo'qotadi. Einstein bashorat qilganidek, soat qanchalik tez harakatlansa, u shunchalik sekinroq yura boshlaydi. Shuningdek, ulkan tortish kuchi ham vaqt oqimini jilovlashga qodir. Koinotdan qaytgan fazogir uchun yerda 10 yillar o'tib ketishi bu shunchaki tasavvur emas, balki fizika qonuniyatidir. Bu hayratlanarli hodisa nisbiylik nazariyasiga asoslanadi. Albert Einstein vaqtni devordagi soat kabi mustaqil tushuncha emas, balki harakat va tortish kuchi bilan chambarchas bog'liq o'lchov deb ko'rsatdi. Koinotning o'zgarmas qoidasi shuki, yorug'lik tezligi har doim bir xil qolishi shart. Shu muvozanatni saqlash uchun tabiat vaqt va masofani turlicha shakllantiradi. Tasavvur qiling, vaqtning o'tishini ikki oyna orasida harakatlanayotgan yorug'lik nuri bilan o'lchaymiz. Fazo kemasi tinch turganda nur faqat yuqoriga va pastga yuradi. Ammo kema katta tezlikda harakatlansa, nur endi yon tomonga ham siljiydi va uning bosib o'tadigan yo'li uzayadi. Yorug'lik tezligi o'zgarmas bo'lgani uchun har bir soniya uzoqroq davom eta boshlaydi. Natijada kema ichidagi vaqt sekinlashadi. Yer yuzidagi odatiy tezliklarda bu farq sezilmas darajada kichikdir. Biroq tezlik yorug'lik tezligiga yaqinlashgan sari vaqtning sekinlashishi keskin ortib boradi. Masalan, kemada 1 yil o'tgan bo'lsa, yerda o'nlab yillar o'tib ketishi mumkin. Bu nazariya shunchaki taxmin emas, balki yuqori aniqlikdagi tajribalarda o'z isbotini topgan haqiqatdir. Fizikadagi eng mashhur misol egizaklar paradoksidir. Egizaklarning biri yerda qoladi, ikkinchisi esa o'ta tez uchar kemada koinotga yo'l oladi. Fazogir egizak uzoq safardan qaytganida u o'z akasiga qaraganda ancha yosh qolganiga guvoh bo'ladi. Buning sababi kemaning tezlanishi va koinotdagi harakati vaqt oqimini yerga nisbatan o'zgartirib yuborganidir. Bu jarayonda vaqt qaysi nuqtada o'lchanayotgani eng muhim omildir. Yerda qolgan kuzatuvchi o'zining odatiy ritmida yashashda davom etadi. Kema ichidagi fazogir uchun ham hayot mutlaq normal kechadi. Uning nafasi, harakati va soati o'ziga sekin tuyulmaydi. Farq faqat ikki kishi yana yuzma-yuz kelganida va soatlar solishtirilganidagina fosh bo'ladi. Vaqtning sekinlashishi hatto sekundning milliarddan bir ulushiga teng bo'lsa ham, bugun biz uni aniq o'lchay olamiz. Olimlar atom soatlarini yerda qoldirib, ularning nusxasini samolyotlarda havoga ko'tarishgan. Samolyot qo'ngach, soatlar solishtirilganda havodagi soat haqiqatdan ham ortda qolgani isbotlangan. Eng muhimi, bu farq Einstein formulalariga millimetrigacha mos tushgan. Vaqtni sekinlashtiradigan ikkinchi qudratli kuch bu gravitatsiyadir. Ulkan massa yaqinida vaqt sezilarli darajada sekinroq oqadi. Yer yuzasidagi soat koinot orbitasidagi soatga qaraganda biroz sekinroq yuradi. Chunki bu yerda tortish kuchi kuchliroq. Demak, vaqt oqimi nafaqat tezlikka, balki fazodagi o'rnimizga ham bog'liqdir. Kundalik hayotimizdagi GPS navigatsiyasi aynan shu nazariya asosida ishlaydi. Sun'iy yo'ldoshlar katta tezlikda uchgani uchun ulardagi vaqt sekinlashadi. Biroq tortish kuchi sustligi sababli u yerda vaqt biroz tezlashadi ham. Agar muhandislar bu ikki o'zgarishni hisobga olib, soatlarni tuzatib turishmasa, xarita va navigatsiya tizimlari bir kunda bir necha kilometrga adashib ketgan bo'lardi. Tezlik va gravitatsiyaning vaqtga ta'siri har doim ham bir tomonga yo'nalmaydi. Tezlik vaqtni sekinlashtirsa, tortish kuchi sust hududlar uni tezlatishi mumkin. Shuning uchun aniq natijaga erishish uchun fiziklar bu ikki ta'sirni alohida va birgalikda hisoblashadi. Bu koinotning eng murakkab va nozik muvozanatlaridan biridir. Gravitatsiya qanchalik kuchaysa, vaqt shunchalik bo'g'iladi. Masalan, qora tuynuklar yaqinida vaqt deyarli to'xtab qoladi. Tashqaridagi kuzatuvchi uchun qora tuynuk ichiga tushayotgan obyekt go'yo qotib qolgandek ko'rinadi.
Bu hodisa fanda gravitatsion vaqt sekinlashishi deb ataladi va koinotning eng sirli qonunlaridan biri hisoblanadi. Ko'pchilik vaqt butkul to'xtaydi deb yanglishadi. Fizika nuqtai nazaridan har bir kuzatuvchi uchun o'zining shaxsiy vaqti har doim normal tuyuladi. Qora tuynuk yaqinidagi odam o'z soati bo'yicha odatdagidek yashaydi. Sekinlashish faqat uchinchi shaxs tashqaridan kuzatgandagina namoyon bo'ladi. Bu nisbiylikning asl mohiyatidir. Barcha tushunmovchiliklarning markazida yagona o'zgarmas haqiqat turadi. Yorug'lik tezligi hech qachon o'zgarmaydi. Tabiat ushbu fundamental qonunni saqlash uchun hatto vaqt va masofani ham qurbon qilishga tayyor. Tezlik oshgani sayin vaqtning sekinlashishi va masofaning qisqarishi bu olamning butunligini saqlab turuvchi mexanizmdir. Koinot kemasidagi fazogir o'z hayotida hech qanday g'ayritabiiy narsani sezmaydi. Uning uchun soniyalar ham, kunlar ham odatdagidek o'taveradi. Haqiqiy tafovut faqat yer bilan aloqaga chiqilganda yoki safardan qaytib kelingandagina yaqqol namoyon bo'ladi. Fazogir o'z vaqtida yashaydi, biroq yer vaqti u uchun allaqachon ilgarilab ketgan bo'ladi. Kinolarda vaqtning sekinlashishi ko'pincha dramatik vizual effektlar bilan ko'rsatiladi. Aslida esa bu jarayon juda sokin kechadi. Shunchaki soat raqamlari kamroq soniyani qayd etadi. Bugun bu hodisa nafaqat nazariy, balki texnologiyaning ajralmas qismidir. Navigatsiya va sun'iy yo'ldosh tizimlari aynan shu nozik farqlar ustiga qurilgan. Kemada 1 yil, yerda 10 yil kabi ulkan tafovutlar uchun yorug'lik tezligiga juda yaqin tezlikda harakatlanish talab etiladi. Hozirgi texnologiyamiz hali bu darajaga yetmagan. Shuning uchun ko'pchilik buni ilmiy fantastika deb biladi. Biroq unutmang, koinotda vaqt bu o'zgarmas chizg'ich emas, balki harakat bilan birga o'zgaruvchi sirli oqimdir. Hatto yer yuzida ham balandlikka qarab vaqt oqimi o'zgaradi. Tog' cho'qqisida gravitatsiya biroz sustroq bo'lgani uchun u yerda vaqt dengiz sathiga qaraganda soniyaning trilliondan bir ulushiga tezroq o'tadi. Bu shuni anglatadiki, koinot sirlari bizdan olisda emas. Ular har bir qadamimizda va har bir soniyamizda yashiringan. Fazoviy sayohatdan qaytish lahzasi ushbu hodisaning naqadar hayratlanarli ekanini ko'rsatadi. Kema ichida vaqt ozroq o'tgani sababli koinotdan qaytgan inson o'z tengdoshlariga qaraganda ancha yoshroq ko'rinishi mumkin. Bu sahna dramatik tuyulsa-da, uning negizida oddiy fizika, tezlik va bosib o'tilgan yo'l farqi yotadi. Parvoz qanchalik uzoq va tez bo'lsa, yoshdagi tafovut shunchalik yaqqol namoyon bo'ladi. Ko'pchilik vaqtning bunday o'zgarishini soatlarning noto'g'ri ishlashi yoki texnik nosozlik deb o'ylaydi. Aslida bu xato emas, balki muhit va sharoit farqidir. Soatlar mukammal ishlaydi, biroq o'ta yuqori tezlik va kuchli gravitatsiya vaqt oqimining o'zini o'zgartirib yuboradi. Zamonaviy texnologiyalarda bu farqlar oldindan aniq hisoblab chiqiladi. Aks holda barcha kosmik navigatsiya tizimlari bir necha daqiqa ichida ishdan chiqqan bo'lardi. Xulosa bitta: vaqt mutlaq va o'zgarmas tushuncha emas. U sharoitga bog'liq. Tezlik oshgani sayin vaqt sekinlashadi. Ulkan massa yaqinida ham u o'z suratini yo'qotadi. Aksincha, tortish kuchi zaiflashgan sari vaqt oqimi biroz tezlashishi mumkin. Koinotda katta tezlikda uchgan fazogirning yerga qaytganda o'z kelajagiga tushib qolishi bu ertaga emas, balki o'lchovlar bilan tasdiqlangan ilmiy haqiqatdir. Biz tezlik va gravitatsiyaning vaqtga ta'sirini oddiy ko'z bilan ko'ra olmaymiz. Biroq atom soatlari buni soniyaning trilliondan bir ulushigacha hisoblab beradi. Bugun vaqt hamma joyda bir xil oqmaydi degan g'oya zamonaviy fizika va texnikaning poydevoriga aylangan. Ushbu mavzuga doir qo'shimcha ilmiy manbalar va qiziqarli jadvallarni Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin. Hoziroq o'ting va koinot sirlarini
biz bilan kashf eting.